Nav Music obunachilari, bugun biz Fayzi xonadonda xizmatdamiz. Sherali akam bilan birgalikda. Xudo xohlasa 21-iyun sanasi do'stlar taqvimda. Bu kun shunchaki kun emas, oddiy kun emas. Bu kun tabiatda eng uzun kun hisoblanadi. Kelin-kuyovimiz Qahhorbek hamda Gulasalga esa uzundan uzun eng uzun go'zal baxtlarni tilab qolamiz. O'lmas Rustam boshchiligidagi ijodkorlar esa yig'ilgan mehmonlarimiz uchun unutilmas oqshomni taqdim etishadi. Durdona to'yxonasida bo'lib o'tadigan mana shu ajoyib oqshomni e'tiboringizga eng kerakli, eng ajoyib lavhalarni sizlarga taqdim etamiz. To'g'rimi O'tkirbek? Bizni kuzatishni davom eting. Nav Music da. Assalomu alaykum do'stlar. Durdona to'yxonasi 21-iyun sanasi. Xudo xohlasa hozir xizmatni boshlaymiz inshaalloh. Kelin-kuyovimiz mana oqsa qadamlar bilan tashrif buyurishmoqda orqada. Biz esa ichkarida yor-yor sadolari bilan bodo-bodo sadolari ostida kelin-kuyovimizni kattakon sahnalarga taklif etamiz. Ular qora bo'lsin, boshladik do'stlar, boshladik. Do'stlar, kelin-kuyovimizni hozir sahramizga taklif etdik. Hozir esa birinchi qo'shiqlar ketma-ketligida O'lmas Rustamov, Gulisa akam qo'shiqlar bilan boshlab berdilar. Undan so'ng esa Aladin Show tomonidan chiqish bor. Do'stlar, hozir sarpoga yig'ish marosimini yakuniga yetkazdik. Endi esa Aladin Show qizlar tomonidan navbatdagi raqs taqdim etilmoqda. Davom etamiz. Rasmiy qism ortda qoldi. Dasturxon boshi noz ne'matlar sizlarga muntazir. Ana endi bu yog'ida go'zal qo'shiqlarni eshitamiz, miriqib raqsga tushamiz, eng baxtli jarayonlarni birgalikda shohidiga aylanamiz. Demak, xizmatga shaylangan Durdona to'yxonasi chiroq ustalaridan tortib, yelib yugurib xizmatini ayamayotgan mana oppoq liboslarda, kiyimlarda ofitsiant yigitlarimiz kerakli o'rinda nima buyursangiz albatta bajonidil xizmatingizga shay. Red Video Group studiyasini boya ta'kidlab o'tdik. Shirinbazlarimizga ham kattakon rahmat. Dizayn xodimlariga tashakkur. Kattakon sahna tomon razm solib turgan bo'lsangiz, ajoyib gullar bilan bezatilgan, chiroqlar bilan bezatilgan kattakon sahnamiz aynan ular uchun hozirlangan. Kelin-kuyovimiz Qahhorbek, Gulasal o'tirishga ruxsatlar oldik. Bemalol o'tirib kuzatishingiz mumkin bo'ladi. To'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Go'zal navolar, ajoyib qo'shiqlar sadosi endi shayxonchaliklarga tanishtirishni hojati bo'lmasa kerak. Albatta bu insonni nafaqat Sharif yurt Buxoro, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda tanishadi azizlar. Xususan YouTube'dagi YouTube hostingida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva bilan bo'lgan ajoyib duet azizlar 2 milliondan oshiqroq marotaba tomosha qilingan azizlar. Bu albatta bu ijodkorni go'zal nafas sohibi ekanliklarini, ustozoda ekanliklarini va albatta professional ijodkor ekanliklarini namoyon etmoqda. Kutib olasiz, go'zal nafasli, juda ham kamtarin ijodkor. O'lmas Rustam
Abramov xizmatingizda. Ajoyib qo'shiqlarni qarshi olamiz. Shu qo'shiqlar o'rnida bemalol raqsga tushish imkoniyati bor. Bugun zavqlanamiz. Kelin-kuyovimizning eng baxtli, eng go'zal kunlarini munosib tarzda nishonlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Toshkentda va Buxoroda ijod qilib kelayotgan teleboshlovchi ukamiz sog'lik va salomat bo'lsin. Assalomu alaykum azizon, aziz qadrli mehmonlar. Do'stlar, to'yni yakunladik. Mana shu to'yda xizmatda bo'lgan hamma insonlarga tashakkur. O'lmas aka. Sharali Xudoyev bilan birga albatta. Rahmat. Sozanda xonandalar barchalariga minnatdorchilik bildiramiz va Xudo xohlasa kelin-kuyovimizning farzand to'ylarida ham mana shunday ajoyib kayfiyatda xizmat qilamiz. Hammaga rahmat. 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 Shunaqa gaplar.